ilgirki. Ya'ni balavoqlarimdagi arzuyum dadamning izini besib menish edi. Dadam menga doim sen yük avtomobili şoförü bo'lamaysan. Chunki şoför bo'lish uchun şoförlik qeningdila bar bo'lish kerak. Şoför bo'lish degan baxatarlik ham mushkul ish. Her daim vaqa yuz berishi mumkin deydi. Xizmat sababidan doim sirt ishlayman. Uyda bolalarim, ota-onam va tuqqanlarim bor. Mening ularni beqish majburiyatim bor. Şoň men her güni ot eshakdek ishlayman. Kun bo'yi yuk mashinasi haydab, bu yoqdan bu yoqqa yuk to'shiyman. Öydekiler bilen körüşemeydiğin günlerini ötküzüş en kıyın. Ondaq çağlarda günler nahayet uzun tuyulup gidiyordu. Ben künüge 14 saatten 16 saatkiçe maşına heydeymen. Bağmakçı boğan jayga berip yeni kendimizge yenip kiladigan gap. Ben başka hizmetlerini sınap bakkan. Lekin men ularning birini mi yoqtirmadim. Men keng ketken yollarni yaxshi ko'raman. Erkinlikni söylemen. Ben ba'zida uda 3-4 oyni yuk mashinasida o'tkazaman. Uyimga qaytish uchun necha soat ketadi. Lekin ba'zida uyimdagilarni ko'rib olish uchun yarim kecha bo'lib ketsa-mu uyga qaytib ketaman. Meni akam yuk avtomobil shoferi edi. Uning xizmat vaqti bek turaqsiz edi, ham u tamoqni vaqtida yemaydi. Keyin u diabet kasali bo'lib qoldi. Keyin yana o'pka tuberkulyoz bo'lib qolib, o'lib ketdi. Şunun bilen ben onun oğlunu beqib oldim. Yerim keç op qaldı. Kişiler daim özün yaxşı görgen kesibni qilsang mangu xizmat qilmaysan deyishidi. Meningcha odam ishlagandila ondan tishlayalaydi. Şoňa men tirishib xizmat qilganligimdan faxrlanaman. Ben şoförlükni qerib halimdan ketkichi davomlashtiraman. Uyga qaytib, osmondagi quyoshmi tog' keyniga elib ketdi nurini. Qeri şoför ketib borar oydinda manzil qilib yiroqdiki uyini.